Eron prezidenti Masud Pezeshkian va mamlakatning muvaqqat rahbariyat kengashi Yaqin Sharqdagi keskin vaziyat fonida muhim bayonot bilan chiqdi. Rasmiy Tehron agar Yaqin Sharq davlatlari hududidan Eronga qarshi harbiy hujumlar amalga oshirilmasa, ular ham ushbu davlatlarga nisbatan yangi zarbalar bermaslikka tayyor ekanini ma'lum qildi. Shuningdek, Eron rahbari qo'shni mamlakatlar hududida yuz bergan zarbalar natijasida zarar ko'rgan davlatlardan uzr so'raganini bildirdi. Unga ko'ra, Tehron mintaqadagi vaziyatning yanada keskinlashishini istamaydi va qo'shni davlatlar bilan keskinlikni kamaytirishga harakat qilmoqda. Biroq Eron tomoni shu bilan birga qat'iy pozitsiyani ham bildirib o'tdi. Eron dushmanlarni Eronning so'zsiz taslim bo'lishi haqidagi umidlarini amalga oshira olmasligini, bu orzularni o'zlari bilan go'riga olib ketishlari kerakligini ta'kidladi. Mazkur bayonot Yaqin Sharqdagi murakkab geosiyosiy vaziyat, xususan Eron va Isroil AQSh o'rtasidagi keskinlik kuchayib borayotgan bir paytda yangradi. Tahlilchilarga ko'ra, Tehron bir tomondan harbiy bosimni davom ettirish imkoniyatini saqlab qolayotgan bo'lsa-da, boshqa tomondan mintaqada keng ko'lamli urushning oldini olishga urinmoqda. Shuningdek, Bahrayn hukumati Donald Tramp prezidentligi davrida AQSh bilan tuzilgan ikki tomonlama kelishuvlar, transport koridorlari va mudofaa shartnomalaridan chiqish ehtimolini ko'rib chiqayotgani haqida xabarlar tarqaldi. Bu masala mintaqada keskinlashib borayotgan xavfsizlik vaziyati fonida muhokama qilinmoqda. Manbalarga ko'ra, Bahrayn rasmiylari so'nggi paytlarda Eron tomonidan amalga oshirilgan dron va raketa hujumlari sabab mamlakat xavfsizligi jiddiy tahdid ostida qolayotganidan xavotir bildirmoqda. Ayniqsa mamlakatdagi muhim energetika infratuzilmasi, jumladan Babso neftni qayta ishlash zavodlari va boshqa sanoat obyektlari himoyasi yetarli darajada ta'minlanmayotgani ham aytilmoqda. Bahrayn rasmiy idoralari fikricha, AQSh bilan tuzilgan harbiy va strategik hamkorlik shartnomalari mamlakat xavfsizligini kafolatlash uchun xizmat qilishi kerak edi. Biroq hozirgi vaziyatda bu kelishuvlar amalda kutilgan darajada natija bermayotgani ham ta'kidlanmoqda. Shu sababli Manama ushbu bitimlarni qayta ko'rib chiqish yoki ayrimlaridan chiqish variantlarini muhokama qilmoqda. Tahlilchilarga ko'ra, agar Bahrayn haqiqatan ham bunday qaror qabul qilsa, bu Yaqin Sharqdagi geosiyosiy muvozanatga jiddiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Chunki Bahrayn uzoq yillardan beri AQShning mintaqadagi muhim ittifoqchilaridan biri hisoblanadi va mamlakat hududida AQSh harbiy infratuzilmasi ham mavjud. Mutaxassislar bu jarayon Yaqin Sharqdagi kuchlar muvozanati, xususan Eron bilan bog'liq keskinlik va mintaqaviy xavfsizlik masalalariga ham ta'sir qilishi mumkinligini ta'kidlashmoqda. Hozircha Bahrayn hukumati bu borada yakuniy qaror qabul qilganini rasman tasdiqlamagan. Biroq mavzu mamlakat siyosiy doiralarida faol muhokama qilinmoqda. Shu orada Eron qurolli kuchlarining Xotam al-Anbiya markaziy qo'mondonligi matbuot vakili Baku rasmiylariga murojaat qilib, Ozarbayjonni mintaqadagi vaziyat bo'yicha ogohlantirdi. Bayonotda ta'kidlanishicha, Eron bilan chegaradosh bo'lgan musulmon davlat sifatida Ozarbayjon Yaqin Sharq va Kavkaz mintaqasida keskinlik kuchayishiga yo'l qo'ymasligi kerak. Eron tomoni mintaqadagi har qanday harbiy yoki siyosiy harakatlar umumiy xavfsizlikka ta'sir qilishini bildirgan. Shu munosabat bilan Tehron Ozarbayjon hukumatidan bir necha talablarni ilgari surdi. Jumladan, Eron tomoni Ozarbayjon hududida Isroil bilan bog'liq harbiy yoki razvedka faoliyati mavjud bo'lsa, uni to'xtatishni talab qilgan. Bayonotda sionistlar ishtiroki deb atalgan bu faoliyat Eron xavfsizligiga tahdid sifatida baholanmoqda. Bundan tashqari, Eron rasmiylari Ozarbayjondan Eron va uning xalqining xavfsizligiga tahdid solishi mumkin bo'lgan har qanday harakatlardan tiyilishini ham so'radi. Tehron mintaqada barqarorlikni saqlash barcha qo'shni davlatlarning umumiy manfaatiga xizmat qilishini ta'kidlagan. Tahlilchilarga ko'ra, bu bayonot Eron va Isroil AQSh o'rtasidagi keskinlik kuchayib borayotgan bir paytda yangragani sababli mintaqada yangi diplomatik bosim sifatida baholanmoqda. Shu bilan birga Ozarbayjon hozircha bu ogohlantirishga rasmiy javob bermagan. Siz nima deb o'ylaysiz? Ozarbayjon Eronga qanday javob qaytaradi? O'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz shulardan iborat edi. Uzbom TV kanaliga obuna bo'ling, video rolik ostiga like bosing va bizni kuzatishda davom eting. Video ostidagi havola orqali ilovamizni yuklab oling. O'zbekiston va jahon xabarlaridan birinchilardan bo'lib boxabar bo'ling. Kunning muhim va dolzarb yangiliklari bilan Davronbek Tursunboyev bo'ldi.